qarasak mayalar ranglar toza ochmidi shunda ha rang ochmidi ochmagandan keyin cho'ngaytirish qurolini tanlab taq oldiga kelib cho'ngaytib olaman cho'ngaytib boshqa knopkasini besib turib bundaq yo'tkisam bo'ladi ya'ni rasmni yo'tkab birdi yo'tkagandan keyin men mau nuqta bo'yicha tanlash qurolini ilib mau bulungdan boshlab yuz qismimni tanlayman tanladim ha yuz qismini tanlab bo'lgandan keyin bu yer nima uchun tanlayman deganda ma badnimning tiri mau kiyim kechak yo'q yoki choch yo'q ya rayini bu yerni men bir oz suzib oqatishim kerak yoki choch qismim bilan kiyimimni bir ozroq ranglashim kerakda tanlab bo'lganning yoqi tanlash degan turning ichiga kirib yana o'zgartirish degan turdan paylashtirish degan buyruqni ijro qilaman yoki o'miz knopka taqsidan shift F6 ni bossam bo'lgango ham buni abiyatim bir bagendim endi buni sal cho'ngroq beraman masalan 20 berib qo'yay qimmat 20 bo'ldi jazmlashtirganning yoqi bir xil chambarsima yoyisman chiqdi-ku tanlab bo'lganning yoq unimni berib bo'lgandan keyin endi men nimani o'zgartmoqchi hozir chiroyimdagi rang nurni o'zgartmoqchi undaqo rangni o'zgartmoqchi unda bo'lsa men qaysi tizimlikka kirmay rang o'zgartiradigan tizimlikka kirishim kerak-ku qavatning ichidagi rang yani tangshash deganning ichidan ma buyruqni ijro qilaman Ctrl L ni bassam bo'ldi bo'lmasa sijya yani tangshash buyruqni ijro qildim ijro qilib ozroq oqatimi daqsan bek oqirib ketdi-ku nurliq yeri bek nurliq bo'lib ketdi-ku buni shundaqo muvofiq qilaman men muvofiq tangshab ko'nglimda bo'ldi degan yakkagicha tangshayman nurni bek kuchlik berib etsanglar bo'lmaydi muvofiq tangshanglar tangshab bo'lgandan keyin jazmlashtirdim jazmlashtirib mau cho'ngaytirish kichikiltish quroli bilan mundaq ekasam yuzim xila sal oqopdi shundaqo oqopdi demak yuzni mushundaq tangshaysiz endi nimishqa mayada paylashtirish unumini bek cho'ng berib o'tmaymiz deganda chunki mau paylashtirish unumini kichik bersanglar misolan kichik berib ko'rib boqinglar biz kichik berib ko'rib boqinglar masalan paylashtirish unumini men obyoqdek bermay 2 berib ko'rib boqay ozroq paylashdi ammo ondan keyin men tangshab boqay yuzim xil oqadi muvofiq oqadi deb qaradim ozroq qardatdim o'lchamlik bo'ldi deb qaradim misolan ekagandan keyin endi Ctrl D bilan tanlash rayini bekor qilib o'tib maya qarsam bir xil girvak chiqib olgandi girvak chiqib oladi sizlarga hozir bek bilinishmagan bo'lsa yani ozroq tangshay ha ishtikli qarasanglar bilinishilgan holatda girvak shakllanib oladi jazmlashtirdim Ctrl D ma'no toz bilinishmidi ammo mush orliqqa bir girvak shakllanib qoladi yana xuddi siziq sizgandek bo'lib qoladi shuning uchun paylashtirish unumini imkon bor muvofiq tangshaysizlar bundaq o'rinliga mush chiroyninkini qildigan tangshaydigan o'rinliga manda chiqib olar ekan-ku maya shundaqo xuddi sizib qo'ygandeklam o'lchamlashtirib sizib olgandek chiqadi mandaq ishtaq chiqib qolmaslik uchun tabiiy chiqish uchun paylashtirish unumini muvofiq tangshaysizlar shunga buning paylashtirish unumini tanlashning ichidagi paylashtirish unumi deganni 20 berib rangni tangishsak tabiiy singishib kirdi tabiiy singishdi jazmlashtirdim shuning bilan ma'qul mush chiroyninki yuzini oqatish mushat tugaydi